Assalomu alaykum barchaga. Bugun ikkita traktorimiz birdaniga sotilib ketgan. Ikkalasi ham 504 50 ot kuchlik. Bittasida mana pluglari ham bor ekan. Assalomu alaykum akalar, xush kelibsizlar. Hop, qaysi viloyatdan kelgansizlar? Surxondaryo viloyatidan. Surxondaryodan. Hop, isminglar? Quvonlik Rasul. Aha. Ismim Nuriddin meni. Choriy Bug'ani. Hop, o'zingizlar ko'rib, kelib, proverka qilib oldinglar. Ha, mana nasib qilsa, ikkala hammamiz shuni ko'rib. Qayerdan ko'rgansizlar aka? YouTube'dan ko'rdinglarmi yoki boshqa? YouTube'dan ko'rgansizlar. Hop, oldin ham boshqa traktor mingansizlar? Yo'q, bizlar-ku birinchi marta. Oldin minganman men traktor. Aha. Qanaqa edi ularda? Misol uchun funksiyalarida, boshqalarida farqi bormi? Men oldin sirim traktorni aytaman, 28 imtiyoz traktorni aylayapman. Bu ancha qulaylik bunda. Masalan, aylanma bluetooth bor, qo'shqolini konditsioner, hamma narsasi bor ekan. Ventilyator, pechka, hamma narsasi bor, qulaylik, ham gidravlika bor. Ma'qul tushdi bizga. Oldin sotilib ketgan prostoyini ko'rgandik. Shuni ololmay qoldik, Qashqadaryoga ketib qoldi. Bu endi buni zakaz qilib 4-5 oydan beri zakaz qilib mana oldik mana. U oldingilarida ichki funksiyalarida oddiyroq edi. Ancha o'zgarish bor. Kompressor bor, как положено. Men ham ko'rib ichini hayron qoldim. Anchagina o'zgarib ketgan. Xo'p, o'zingizlarda dehqonchiliklar uchunmi yoki bog'imiz bor? Ha, bog'. Yer bog'imiz bor. Sizlarda yer, bog'. O'zingizlar ishlatasizlarmi yoki ishchilarmi? O'zimiz ishlatamiz. Zo'r. Bir ichidan ko'rsatib qo'ysak. Oldingidan men ko'rsatganimdan anchagina farqi bor edi. Farqlari Xo'p. Bular nima ekan endi? Silinalar ko'tarib. Mana qarang, silina o'zi o'zgarib ketgan anchagina. Oldingizda bu narsasi yo'q edi. Hozir mana qo'shilish boshlabdi. Old orqani qo'shib oladigan bor ekan. Mana xo'p. Bu toshbaqa ham bo'lish kerak. 4 ta skoroskli old orqaga. Bular mana float ko'tarib tushiradigan jolosi ham. Bu yerda mana magnitofonlar qo'shilish boshlabgan. Muzika boshqa narsa eshitgani. Kameralar qo'shilish boshlabgan old orqa. Hop. Konditsionerlar. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana ventilyator bor. Buni bunday tushirib ko'tarsa bo'ladi. Eng qizig'liklari ham bor. Tepadan shabalar kirib turgani. Hop. Bir yoqib ko'raylik. Bu yanarmikin? Okey, bir yo'l yaxshi kerak ekan. Hop, bular menimcha oldi orqa. Mana ko'rib chiroqlar. Anchagina funksiyalarida o'zgarish bo'lgan. Mana spina, va halina qalay ekan, havoli. Kompressor. Ha, Kompressor qo'yilgan. gaz. Meni ko'rdinglarmi? Yaqinlaymangilar. Bilib ko'rdik. Yaxshi haydab ko'rdik. Bek telefon qo'yib oladigan joylar ham bor ekan. Zaryadchik. Hop, suv qo'yib oladigan joylari. Xullas, idealni. Radiosi bor. Flishga qo'yiladi. O, eshitdinglar? Moshi. 4 nafar farzand ham shu boqimanda Ovoz ham yoraverar ekan. Zo'r, chotki. O'chirib qo'ydim. Xo'p, mana. Ko'rib turibsizlar. Voy. Endi sekin xudolasa yuklashlarini ham olib Endi o'zingizlar meni borib olasizlarda. Yuk mashina kelganmi yoki kelmaganmi? Endi keladi. Endi kelayotgan. Narxlar qanaqa bo'ldi? Chotki? Solishtirib ko'rgan bo'lsanglar kerak menimcha. Yo'q, bilan bu yoqlarning rozichilik o'rtasida kelishilgan holda bo'ldi. Boshqa joylar bilan solishtirdinglarmi narxlarini? O'shaning uchun shu mana Fora degan traktorlarni tanladik-da bizlar. Ha, narx bo'yicha. Narxlar bo'yicha ideal. Bizlarga ma'qul kelgani uchun mana orqalarini ko'rsanglar bo'ladi. Ideal. Yangi terilgan. Hop, video davomida xudo xolasa yuklashlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Shu joygacha mana old tarafdan ko'rinishlari. Kimgadir kerak bo'lsa, hozir 404 dan boshlab 115.04 gacha bor. Ya'ni 40 ot kuchidan hop 150 ot kuchigacha bor. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol tepadagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Video davomigacha ko'rsanglar, xudo xolasa yuklashlari ham bo'ladi. Bitta farqini akalar aytib qolishdi. Balonlari bu bilan buni farqi bor. Mana bu ham 50 ot kuchi. Traktor 504, bu ham o'sha 504. Bu kabinali bu
Hammasi. Balonlarni mana bu kichkina 14.28 ga, bu ju 12.4 ga 28. Anchagina kattalashib qoldi. Bo'ylarida ham mana bu. Razmerlarda ham men uchun farq bor ekan, mana qarang. Qalinligida ham boshqasida ham O'shanday. anchagina o'zgarishlar katta bo'lgan ekan. Zo'r chotki. O'zgarishlar katta ketdi. Birinchilardan o'qishlar haryashlar ekan bunaqasini. Nasib xudo xolasa, Surxondaryoga qarab yo'l oladi. Savolilar. Bitta qora bayir yo'l oladi. Rahmat. Mana bir ikkita ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz ekan. Mana bitta toshi yo'q deb o'ylamasligimiz kerak, chunki bu toshi ichida. Mana oldin qilib almashtirib ishlasa bo'ladi, raketga qarab. Xo'p, keyin mana ichki apparatlari, hamma zapchastlari bor. Standart bo'yicha chiqadi. Shuning uchun hamma do'konga borib so'rasanglar, bemalol topsanglar bo'ladi zapchastlarni. Xo'p. Keyin misol uchun o'tgan safargi elektriklarda bular yo'q edi. Mana paralarga farqli taraflarni ko'raverasizlar. Keyin bular qo'yilgan, yangi stop chiroqlar qo'yilgan yangi. Keyin masalan, o'tgan safargida bular yo'q edi mana. Zaryadga qo'yadigan joylari ham mana alohida chiqqan. Xo'p, karbonga o'xshatib qo'yilgan. Endi haqiqiy yoki boshqa bilmadim. 1720 kilogramm. Ko'rib turibsizlar. 09-oy 2025-yil chiqqan. Xo'p. Mana uning ko'rinishlari. Kamarlari ham bor hatto. Buni ko'tarib tushiradigan. Oldin qilib olsalar bo'ladi. Oyoqlarga moslab. Umumiy biz yangi holatda chiqqan. Umuman o'zgarib chiqqan. Yana alohida xudoolasa obzorlarni qo'yamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Ichkari bo'ylab chiroqlari ham bor. Oba. Mana. Yana alohida xudoolasa shu traktor haqida obzor qilamiz. Yok balanlığı neçe? 270 lira mı? 237 lira mı? Neçe liraydı ki?
Yok, qancha turamsa o'ynamaydi. Uxlab qo'ydi. To'rt tomondan dam chiqaring, ey. Bizlar tutib qoldik. Bolonni